Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ridrov. Do'stlar, bugun videomizda o'z hardcore menimizda Vyjivaniya, ya'ni survival qilishda davom etamiz. Va bu videoda men shu merda 50 kungacha survival qilaman. Unda biz boshladik. Xo'sh, bu videoda eng asosiy maqsadi meni shu olmos topish va mana shu uyni bitirib qo'yish. Buning uchun juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Ayniqsa mana bu uyni bitirish uchun. Unda vaqt cho'zmasdan boshladim. Va nihoyat mana birinchi qavatni devorlarni bitirib oldim. Endi ikkinchi qavat shu tomiga o'tamiz. Tomini bo'lsa mana bu blokdan qilamiz. Shunda chiroyli ko'rinadi. Bu uchun ko'p vaqt ketadi. Mana oxirgi blok va nihoyat mana tayyor. Uy emas, balki birinchi qavat tomi tayyor. Endi uyga qancha vaqt ketar ekan? Davom ettiramiz unda ikkinchi qavatni. Mana nihoyat bitirib bo'ldim. Managa nima qo'yasiz deganlarga endi menga garaj deb o'ylamanglar, bunga oyna qo'yamiz, shunda chiroyli ko'rinadi. Maylar qurish esdan chiqibdi devorlarda. Birinchi quraman va keyin oyna topishga yuguraman короче. Oldin oyna topib kelay hozir. Ana bizning omad. Qumni eritishga qo'yamiz. Keyin hali devorlarni bitirishga ketamiz. Qo'qillamay yulqansan. Uni endi KFC baki. Tekin ovqat. Xullas, o'shaga devorlar qurishga ketamiz. Oxirgi blok. Ana tayyor. Bu yerda sklad, ya'ni omborxona bo'ladi. Rosa ko'p sandiqlar. Kim streamda ko'rgan bo'lsa, xuddi shunday uy bo'ladi. Faqat sal chiroyliroq, xullas, bezatilgan bo'ladi. Buyuk oyna pishdingmi? Qani ko'ramiz. Nima sakradim o'zim? Hardcore'da bo'lsam. Xo'sh. Olamiz va qo'yamiz. Qani ketdik. Hali eritilgan bo'lishi kerak. Tek. Bor ekan hali. Ana o'yinlarni ham qo'yib oldim. Ikkita qavat butunlay tayyor. Endi 3-qavatga o'tamiz. Nonni bitta uxlab olayda. Charchab ketdim. Ana kuch-quvvatga to'lib yana ishga kirishamiz. Va nihoyat 3-qavat ham tayyor. Endi nima qilish kerak? Tom qurish kerak. Tomsiz nimaga o'xshab qolyapti? Kommentga yozamiz. Tom qurish kerak. Xo'sh. Tomga blogim bor, ketdi unda. Qo'yamiz. Bug'doyni o'sishini ko'rish juda ham chiroyli, to'g'rimi? Bu uyni ko'rishchi. Vallar, va nihoyat bitirdim. Butunlay bitirdim. Tabriklaylar vallar. Bu juda ham ko'p vaqt oldi hozir. Sizlar tasavvur ham qilolmaysizlar qanchalik ko'p vaqt olganini. Bitirdim. Endi ichiga hamma narsani olib kirib, qo'yib, tayyorlanib olish kerak bo'ladi. Kakras tosham shunchalik ekan. Unda ketdik. Hamma narsani olib kirib olishdan bitta uxlab olaylik qani. Kuch bilan uyg'on degan, endi hamma narsani olib kirishimiz kerak bo'ladi. Ichiga o'zi omborxonani tayyor qo'yganman. Shunda boshladik. Narsalarni joylab, oxtiroq yo'qmayapti.
Nima qila olamiz biz? Конечно, qizil karavot yasaymiz. Ha, endi bo'ldi. Ana chiroyli, endi men mana ularni solib qo'yishim kerak joylariga. Qaranglar bolalar, men qanchalik boyman. To'g'ri bu yetmaydi. Shuning uchun men konga borishga qaror qildim. Eng kerak narsalar olamiz hozir va konga otlanamiz. Hamma kerak bo'lgan narsalarni olib turib, kon qidirishga ketyapman hozir. O tosh kerak emas hozir. Yo'q. Mana omad. Yo'q. Toshga ko'raman, xat ko'rdaman. Mana omad. Mana shu yerga tushamiz ular. Yerga suv qo'yib, og'dan yana suv olamiz. Endi ketdik. Go. Bolalar mana bu jeleza deyman, temirni ko'pligini qaranglar. Bitta bo'lmasa hozir yana ko'rsataman. Yana mana. Yo'qmi, hozir birovlar mana bular sinib ketsa agar hozir o'sha temir narsalar yasab olamiz. Tezroq olishim kerak. Bor yo'q 18 ta temir topdim. Lekin birinchi bo'lib shu narsalarimni temirli qilib olish uchun hammasini eritishga o'tirdim hozir. Va mana nihoyat o'zimning narsalarimni temirli qilyapman. 1 2 eski narsalar, hayır. Endi mana anchagina kuchayib zo'r oldik. Hammasini olib ketaveramiz endi. Yana kontega. Go. Qani yo'qmi, tay ko'rinmaydi-yu. Yo'q, bolalar, mana nima topganimni qaranglar. Ko'mir ayniqsa juda ham kam edi hozir uyimda. Rasa kerak bo'ladi. 10-level. Ko'mirdan birinchi 10-levelni ham oldim. Yo'q, bolalar, temir topdim demoqchi edim. Ana kecha doimgidek xalaq beradi. Nima kerak sizlarga? Albatta kon, zombi va creeperlarsiz qanday bo'lishi mumkin? Yo'qmi, ko'pliklaringda. Qo'l onangni endi. Voy onangni. Birinchi oltin. Bekitamiz. Va olamiz endi. Birinchi oltinimiz. Qoyil. 4ta va chiqamayapti. Tak. Yana temir. Qancha bo'ldi? Yaxshi ko'payyapti anchagina. Yo'qmi, va nihoyat birinchi emas. Yo'qol. Mana oxirgi niyatimiz, maqsadimizga yetdik. Bu videodagi olmos jeleza bilan, temir bilan olmos tejayda. Fatfa. Qanday nima bo'ldi? Birini ozgina qotyapti ya. Shu birortasini urushib turganda qotib qolsa bormi? Masalan, zombi yoki haligi kichkina zombi bor shu bilan. Yana olmos. Yo'qmi, omad. Qani? Zombini ovoz kelyapti-ya. Yo'q. Birinchi olmoslarim. Bolalar, tabriklanglar. İşte bir. Naqd.
Yo'q, naqd 14 ta ekan. Ag'dan 5 tami 6 tami olgan bo'lsak, bu yerda 9 tami 8 tami chiqdi. Yo'q, omad bolalar. Endi yana tepaga chiqish kerak hozir. Shunda tezroq oshnasilarni ham topardik. Hop. Ana, voy. Hop. Mana olamiz. Temirni. Yo'q, zoom. Shumi nima qilyapti endi? Chiroq. Alma. Qanchalik ko'p olmos qo'yapti ya? Jami 14 ta bo'lsa o'zimizda yana 7 ta chiqdi bolalar. Qo'yi. Bunchalik ko'p chiqadi deb o'ylamadim. Endi tezroqda butunlay kiyinib ham olamiz. Shu olmosli kiyim qilib olamiz. Fullni. Hozir mayda klip yuboriladi ya, chicha qoldi. Nima bo'lishimga? Hattoki men ot o'rganda ham lavaga tegib bo'lardim-da, yaramas. Hozir to'g'rilib tashlaymiz. Tek. Uy, yonib ketma. Uy, yo'q. Alma. Yo'q. Şimdi aylaniblar. Skelet. Bosma. Bu bittar o'ldirdim. Voy. Xo'sh, davom etamiz endi. Konda anchagina qolib ketganimdan keyin yana ovqatim ham juda ham oz qolgandan keyin men tepaga ham chiqyapman. O'lib ketishim aniq. Tepada yomg'ir. Xo'sh, uyga kelib birinchi uxlamoqchi edim. Hali kun ekan, yomg'ir bo'lsa Zaynab qilyapti. Sekinim bo'lsa nimagadir asab buzilibdimi? Yo'q bo'lib qolibdi. Bor narsani eritishga mana qo'yib qo'ydim. Xullas mana bolalar o'zlaringiz hisoblab olinglar. Men shuncha narsa olib keldim. Bolalar, mencha videoni tugatish vaqti ham keldi. Sizlar bilan rira bo'ldi. Skinimga e'tibor bermaysizlar, yo'q bo'lib qolibdi. Hammaga xayr. Bugungi videoda 50 kun shu survival qilolmadik-ku, lekin 25 kunga borib qo'ydik. Xullas hammaga xayr. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Yani Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar. Bo'ldi, hammaga xayr, video tugadi.